hozirgi kunda 5 kilovatli quyosh panel stansiyalarini on-grid sistemasini davlat subsidiyasi bilan birga 16 million so'mga 5 kilovatni 16 millionga qo'yib beryapmiz. Hisob-kitob qiladigan bo'lsa, aholiga 2 yil o'zini qoplayapti-da. 2 yil u svetga pul to'lamaydi. Yana davlatdan mensimdan oladi. Qo'ygan pul 2 yilga bormay o'zini qoplayapti. Ham qimmat, sifatsiz olib kelganlarning hisobiga yo'qotilgan reputatsiyani tiklash prosesi ketyapti. To'g'rimi? Hatto arzon bo'lib ham odamlarni jalb qila olmayapsiz. Yo'q, hozir ancha kuchaydi. Odamlar uchun tushunyapti. Misol uchun, men o'zim xohlab qo'ydim. Shaxsiy o'zimniki 20 kilovatdan bir kunda 120 kilovat tok chiqaradi. Bir oyda 3 million 600 so'mmalik tok ishlab chiqaramiz. Uni 2 milliondan oshig'ini ishlatamiz hisoblarda. Elektromobilimiz bor-da, boshidamiz ham tekin. Konditsioner qaba yo'q. Qolganini sotamiz, qolgan tushgan pulni gazga to'lasangiz qishan chiqadi-da. Bu 20 yil, 25 yil xizmat qilaveradi.